Xo'sh. Va mana 13-qishloqqa ham yetib keldim. Mana o'sha mashhur qishloq qoyil. Hammaga salom sizlar. Mening ismim Laym va men blogerman. Men har xil g'alati joylarga boraman va bugun men 13-qishloqqa keldim. O'ylaymanki bu kanalga obuna bo'lib videoga like bosish uchun juda ham zo'r sabab. Bu qishloqda bo'ladigan g'alati narsalar haqida afsonalar, dostonlar bitishadi, videolar olishadi va men shu yerga keldim. Bu yerda bir qarg'ish tekkan uy bor ekan va uni o'shanga ko'chib keldim. Bu o'shamikan bo'lishi mumkin, qoqib tashlangan eshiklar, lekin u yog'ochdan edi men ko'rgan. Mana o'sha uy Junurson. Mana o'sha mashhur uy. Mana shu insonni yoniga bormaganing ma'qul. Boyiga qarish tekkan. Nima? Boyiga qarish tekkan deyman. Ha, nima? Mana bu yigit kim bo'lib pichoq ko'tarib olgan? Bilmadim, tanimayman. Tanimaysan? Mayli, uyga nima qildi? Shundan gapir. Boyiga qarish tekkan. Boyida bir nechta odam o'lgan. Yo'q, men kakros shuni qidirib kelganim. Nima? Aqldan ozganmisan? Ukam, bu yerga kirmaganing ma'qul, bu juda xavfli. Oy, seni ogohlantiryapman. Yomon narsalar bo'lgan bu yerda. Qiynoq bilan o'lishgan avvalgi egalari. Yo'q, ha. Undan ham zo'r qiynoq bilan o'lishgan bo'lsa, mana bu albatta zo'r video bo'ladi. Agarda uyimga ruh kelsa, meni oldimga, ha, bu uyni hoziroq sotib olishim kerak, lekin kimdan sotib olishim mumkin? Qishloq merining yoniga borish kerak, ha? Hop, mayli, bu uyni aniq sotib olaman. Bekor qilyapsan-da, uka, bu uyni sotib olmaganing ma'qul. Men qaror qilib bo'ldim. Bu uy menga kerak va xo'sh. Mirnoy qayerda? Qishloqning o'rtasida. Qishloqning o'rtasi qayerda? Quduq. Mana shu quduq. Okey, tak. Xo'sh, jitel. Ha, Mirnoy qayerda? Mirnoyning orqamdagi katta uy. Mana bumi? Ha. Qo'yil, yomon emas, uy kattagina ekan. Tak, janob mer. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Men sizlardan ana u teplikdagi qarish tekkan uyni sotib olmoqchiman. Nima? Ha, olaman desangiz, yashayman desangiz, xo'sh, sizga bepulga berishim mumkin. Yo'q, ha. Qo'yil. Nima? Mayli, hazilni chekkaga sursak, nima qanaqangi hazil yo'q. Men bu uyni sotib olmoqchiman. Yo'q, ha. Qancha olasiz mendan? Istaganingizcha berishim mumkin. 3000, 4000, 5000, 10000. Nima? 5000 bera qoling. 5000, ha. Mayli. Oling, 5000 bo'lsa 5000 da. Xo'sh, 10000 beraman. Istaysizmi? 10000. Ha, mana. Lekin ishonchingiz qat'iymi? U yerda juda ham yomon ishlar bo'lgan, odamlar o'lgan. Bilaman, shuning uchun ham uni orqasidan keldim. Men o'zim bloger bo'laman. Shunaqangi narsalarni qidiraman. Har xil o'lgan uylar, g'alati joylar. Xo'sh, buni olasizmi? Men ha, albatta hazillashdim. Nima? Uyni bepulga bermoqchi edingiz. Hammasi yozib olingan. Shuning uchun uyni bering. Bo'ptimi? Katta rahmat. Mayli, janob mer, ko'rishamiz. Davay. Yaxshi bo'ldi. Bu mer o'yladiki, men rostdan shuncha pulni unga berib qo'yamanmi? Yo'q, menga uy kerak va ana uyni sotib oldim va bu yerda rostdan ham ruh bo'lsa, rostdan ham qarish tekkan bo'lsa, shunda merga yaxshi pul to'lashim mumkin, lekin ungacha men bu yerda bepul yashayman. Xo'sh. Qani uyni chirib yotibdi, lekin mana bu pautinalarni olib tashlash kerak, o'g'rimchak to'rlari. Ha, uyni ahvoli dabdala, qoqib tashlashgan. Nima? Bu yerdagi qishloqliklar shunchalik qo'rqisharmikin? Qarg'ish tekkan emash. Ha, bungacha men nechta uyda bo'lgan bo'lsam, hech qaysida hech qanaqangi ruhlar, qarg'ish, shunaqangi narsa bo'lmagan va o'ylaymanki, ovoz chiqqanday bo'ldim. Kimdir yugurib ketdi. Tak, stop. Kimdir qadam toshlari eshitildi. Bo'lishi mumkin emas. Yo, menimcha jitellardan birortasi kirganlar. Mana bu kirganmi? Mana bu yerda men bittasi turibdi. Ha, ehtiyot bo'lish kerak. Uyni qarovsiz qoldirmaslik kerak. Bu juda ham xavfli bo'ladi. Ayniqsa mana bu jitellar meni prank qilmoqchi bo'lsa, shaharlik Alloh deb, lekin men bularga ko'rsatib qo'yaman meni prank qilish qanday bo'lishini. Xo'sh, bo'ldi. Bu uyga aniq qarish tegmagan. Hozir esa men remont bilan shug'ullanaman. Qayerdan tosh olishim mumkin? O'rmondan. Ha, okey. Mana bu yerda kimdir uy quribdi. Shuni yonidan ko'raychi. Xo'sh, bu nima bo'ldi? Shu yerdan tosh olsam bo'lar, ha? Xo'sh, o'ylashimda hech narsa demaydi. Ha, olish mumkin. Qani chopishni boshlaymiz. Mana shu yerdan toshlarni terib olamiz. Lekin bilmadim qancha ketishi mumkin. Umid qilamanki yetadi, chunki uyni rasvosi chiqib yotibdi. Bunaqangi uyni ko'rmaganman. Ha, rostdan agar qarish tekkan bo'lsa, hayron qolmagan bo'lardim. Bunaqangi dabdala rasvo holatdagi uyni hali qidirib topish kerak, lekin shunda ham juda ham qiyin bo'ladi. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir remont qilsam yangiday bo'ladi va keyin undan ham qimmatga sotib ketishim mumkin bo'ladi. Shundoq ham bepulga oldim va qimmatga sotaman. Agarda u yerda ruhlar bo'lsa, rostdan ham qarish tekkan bo'lsa, ana o'shanda gaplashib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa yo'q, shunchaki remont bilan shug'ullanaman-da, narxini balandroq qilib srazu qo'yib qo'yaman объявление va keyin ko'chib ketaman bu yerdan. Xo'sh, keraksiz narsalarni tashlab yuborish kerak. Yo'q, pullarni tashlab yubormayman. Pullar menga kerak bo'ladi. Toshlar ham kerak, bular kerak. Hech qanaqangi keraksiz narsa yo'q ekan. Yaxshi, qani
Bu yerlarni ko'raylikchi. Bu yerda kimdir uyim yoki vaqtinchalik yashaydigan joy qilib olishganmi, bilmadim. Yomon emas. Tak, bu yerda yana yog'och kerak bizga. Xo'sh, shularni hozir terishni boshlaymiz. Tak, bu yerda kompyuter turibdi. Nima o'rmonning o'rtasida qishda-ya? Ha, mayli. Hozir qish emas, bahor kelyapti, lekin baribir bu juda ham g'alati holat menimcha. Shunchaki mayli. Bu qishloq rostdan ham g'alatiliklarga boy. Tak, bo'ldi. Shuncha daraxt umid qilamanki yetadi. Холодильник nima? Tak, adashmayapman, bu rostdan ham холодильник, televizor, shkaflar va noutbuk. Ha, televizor ekan, ha, kompyuterning monitori deb o'ylagan edim. Mayli. Bo'ldi, hozir boramizda uyni remontini qilamiz. Shu bilan u yerda bemalol yashasam bo'ladi va umid qilamanki albatta bu yerga qarg'ish tekkan bo'ladi. Ha, qarg'ish tekkan, umuman xavotir olma. Yoniga keladi, qarg'ish uradi seni. Bu yerdan ket, o'yinchi. Ketmayman, o'zing bilasan. Ha, mana bo'lar ekan, o'zing bilasan deb tinch qo'yish yo'q. 100 marta gapirish kerak. Qarg'ish tekkan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Men ishonmayman bunaqangi qarg'ishlarga. Men hozir bu uyni remontini qilib olay, keyin ko'rasizlar qanaqangi qarg'ish tegishini. Hammani havasi keladi. Vau, tepalikdagi chiroyli uy deb. Xo'sh, bo'ldi, mana bularni ham almashtirish kerak toshlarni. Bu uyni ishi ko'p, lekin umid qilamanki va albatta qarg'ish chiqib keladi. Menga urmasligi aniq, lekin baribir ham ruh yoki maxluq ko'rsam juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Video uchun ham, o'zim uchun ham juda ham qoyil qolgan bo'lardim. Tak, mana bularni ham almashtirishimiz kerak. Bu yerga qo'yamiz hozir. Tak, yo'q, tosh qo'yib yubordim. Ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa mana bu zaxlab ketgan toshlarni yomon ko'raman, chunki tak tugida juda ham ko'p namlik bo'ladi va shuni ketidan toshlari zax bosadi, yashil rangga kirib qoladi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Tak, uyning atrofini ham ko'raylikchi. Ha, mana bu yerda hali bor bir ikkita remont qilish kerak bo'lgan joylar. Bularni ham olib tashlaymiz va tosh. Mana bu zax bosgan toshlarni olish kerak. Hech bo'lmasa uy tepalikda va ichi tosh bo'ladigan bo'lsa, podval ham qurish mumkin bo'ladi, lekin albatta bu uyda qoladigan bo'lsam, meni esa qolishim aniq emas. Chunki birdaniga sotaman, ketaman. Ha, albatta mirga keyinroq borib pul beraman, ammo unchalik ham ko'p emas. Chunki bu uyni birinchidan men remont qildim va uni ichiga g'oya merosini menga bepulga bermoqchi bo'lganda bularning hammasi yozilib olingan va menga hech narsa deya olmaydi. Ha, pulimni ko'paytirib olaman. Mer o'zi ahmoqona ishlar qilib qo'ydi va e'tibor beringlar, qanchalik qo'rqib ketdi bu uy haqida gapirishni boshlaganimda. Ha, tutilib gapira boshladi. Juda ham qattiq hayron qoldi. Qanaqasiga kim bu uyni olishi mumkin deb. Men olaman, chunki men bunaqangi ahmoqona narsalarga ishonmayman. Qanaqangi qarg'ish, qanaqangi ruhlar, bu uy umuman oddiy uy. Ha, ko'ramiz hali. Ha, ko'ramiz. Tak, bo'ldi, mana bu yerlarni ham olish kerak. Tomni ham ta'mirlaymiz. Bu yerni ham yopamiz, bu yerni ham, hamma yoqni yopib tashlaymiz. Bu ahmoqona o't bosgan toshlar o'rniga chiroyli yangi hozirgina o'rmondan terib kelingan toshlarni qo'yib chiqamiz. Polni ham yangiladik. Ha, pol tagida yana toshlar ko'rinyapti. Juda ham ishonchli, yaxshi konstruksiya uyi. Podval qurgan odam baraka topishi aniq. Erinmasam men ham qurib qo'yaman va shu podvalimni ichida umid qilamanki ruh chiqadi. Hazillashdim, ruh kerak emas. Men bu uyni shunchaki sotamanda ketaman qimmatroqqa, chunki menga bu yerda kerak bo'ladigan, bilinib qoldim. Menga kerak bo'ladigan yagona narsa bu albatta pullar. Puldan boshqa bu yerda ham zaxlab yotibdi-ku. Ha, almashtirishga to'g'ri keladi. Ichida juda ham ko'p namlik borga o'xshaydi. Hozir ochib ko'ramiz. Tak, bu yerda ham nam. Qanaqasiga ko'rmay qolibman. Ha, g'alati bo'ldi. Hozir bu yerni ochamiz va tak, tushunursin. Nima? Skelet? Yo'q, bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Uyning tagida skelet yotibdi. Tak, stop, bu yerlarni ochish kerak. Qani? Yo'q, jonga tegdi. Ha, mayli, hozir yopib qo'yaman va pastroqqa tushishimiz kerak. Ha, buni qaranglar, haqiqiy skelet yotibdi bu yerda. Hoy, nima qanaqasiga hoy? Tushunursin. Politsiya chaqirish kerak. Tak, hozir. Shosh. Allo, politsiya? Ha, eshitamiz. Men 10-qishloqdaman, tepalikdagi uyda. Adashmasam raqami 16. Xo'sh, ana shu ko'znitsada. Xo'sh, men bu uyni remont qilayotgan edim, tagida skelet chiqdi. Skelet? Ha, hop, odam yuboramiz hozir, kuting. Aha, ketib qolmang hech qayerga. Xo'p, tushundim. Davay. Bo'ldi do'stlar, endi politsiya kutishimiz qoldi xolos. Bu albatta juda ham g'alati voqea bo'ldi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Uyning ichidan rostdan ham skelet chiqib keldi. Bu sizlarga qarg'ish degan og'zaki gaplar emas. Bu yerda haqiqiy kimdir o'ldirgan va ko'mib tashlagan toshlarning tagiga degani. Ehtiyot bo'lish kerak do'stlar. Hammaylar hozir tezroq politsiya kelsa, ungacha esa mana bu la'nati pautinalarni olib tashlaymiz. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi.
Ajoyib. Tak, endi menga yana sandiq kerak bo'ladi. Endi esa bu uyda unchalik ham yashagim kelmay qoldi sizlarga rostini aytsam, chunki tasavvur qilyapsizlarmi, haqiqiy skelet chiqib keldi. Ha, bu sizlarga o'yin emas, meni bo'ynimga qo'yib yuborishlari ham mumkin, lekin o'ylaymanki, video olingan axir. Men o'zim bu yerda kovlab ishlar qilib yurganim, men endi esa o'zim ham qo'rqishni boshladim. Oh, politsiya. Ha, sizmidingiz? Ha, men chaqirdim. Ismingiz nima? Ismim Mulayim. Qani skelet? Mana bu yerda chuqurlikda. Xo'sh, hech narsa yo'q-ku. Qanaqasiga? Mana o'zingiz ko'ring. Yo'q, bu yerda skelet bor edi. Menda videosi bor. Ha, shoshma, video. Ha, mana bu yerda skelet bor edi. Men sizga ko'rsatishim mumkin. Bilaman senlarni. Hamma o'yinchilar bir go'r, youtuber, bloger, bor, yo'qol meni prank qilmang. Nima? Qanaqa prank? Video deganimga menimcha o'yladiki, uni ahmoq qilyapman deb. Lekin do'stlar, axir o'zingiz ko'rdinglar, bu yerda rostdan ham skelet bor edi. Endi nima qilaman? Hayronman.